Ana, Toshbek. 20 ming, 25 mingga shunaqa qimmat aynaga sepadigan olganda, men sizlarga uyda tayyorlashda oson yo'lini o'rgatib beraman. Bu uchun bizga 70% uksusimiz kerak bo'ladi, 70% spirtimiz kerak bo'ladi. Shunaqa uyda bo'shagan, hammani uyda topiladigan spray idishlarimiz kerak bo'ladi. Bunga 300-350 mg suv quyib olganmiz. Oddiy suv, mineral suv bo'lsa yana yaxshi. Uksusni yarmini quyamiz. 70% spirtimizni hammasini qo'shib olamiz. Xo'p, aralashmamizni og'zini yopib turib, yaxshilab aralashtirib olamiz, chayqab olamiz. Aralashmamiz tayyor. Bemalol aynalarga sepib ishlatishlari mumkin. O'zidan dog' qoldirmaydi. Ancha-muncha qimmat vositalardan ko'ra samaraliroq hisoblanadi. Foydali layfhaklar yana ko'rmoqchi bo'lsalaring, Faza Parfumga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan-da qiziqroq videolarni joylab boramiz. Hammaga rahmat.